Ya qarang, kitob hamma gapini aytib bo'ldi. Kitob bu klon haqida aytdi, hammasini aytdi. Bu nima deydi hozir kitob? Balki klonni qanaqa qilib yengishimizni aytar. Bu darajada oson emasdir. Day ko'raylikchi. Hop, chiqdingmi o'zi? Gambit shu qoldiramiz. Bo'ldi, eshik qulf-ku. Nimagadir ko'nglim xashmadi. Bo'ldi, gambit chiqaradi. Maqsud qani? Maqsud O'rtoqlar, omon aka kitob olgungacha men bitta to'rni yechib turaman. Bu to'rni yechib oldim. Endi omon akani oldiga chiqaman. Xo'p, mana pumba bu. Do'stlar, men bitta pumba deb uzun nimadir yozib chiqibdi. Bu yerda nima deyapti hozir? Pumba bolaligidan hamma uni semizligi uchun kamsitib ustidan kulardi. Uni hech kim tushunmas, faqat rad etardi. Kunlarning birida shaharga kelgan sirli sirkning boshlig'i klonni ko'chada topib olib o'ziga o'g'il qilib asrab oladi. Boshliq uni ichida yig'ilib qolgan alam va g'azabni ko'rib, uni o'zini qorong'u jamiyatga olib kiradi va asta-sekin shafqatsiz qotil klonga aylantiradi. Mana gap qayoqda? Demak,